Ayol uchun eng og'ir narsa e'tiborsizlikmi deb so'radingiz-a boya? Yo'q. Ayol kishi uchun e'tiborsizlik og'riqli, to'g'ri, mehrsizlik. Lekin ayol kishi busiz ham yashayveradi-da, shu mehr e'tiborni farzandlaridan, ishidan, yaqinlaridan olib yashaydi. Yana nima og'ir? Yo'qchilikmi? Yo'q. Ayol kishi yo'qchilikka ham chidaydi. Kerak bo'lsa yonidagi erkakni ruhlantirish uchun kuch topadi. Kerak bo'lsa uni o'rnini qoplash uchun, ishlash uchun kuch topadi va turib beradi. Nima ayol uchun eng og'irlik? Ayol uchun eng og'riqli, ko'tarib bo'lmas, qalbi vayron bo'ladigan, butun borlig'i, vujudi, butun olami parchalanib ketadigan narsa bu xiyonat. Ayol eng og'riqli, ko'tara olmaydigan narsa bu xiyonat. Xiyonatga uchragan ayol o'ladi. Uni tanasi qoladi va bu tana eri uchun, qaynonasi uchun, farzandlari uchun, el yurt uchun yashayveradi, lekin tanada mana bu qalb o'ladi. Ko'pchilik aytadi, ayolni yurish-turishiga qarab, tabassumiga qarab unutib yubordi, hammasi o'tib ketdi deb. Yo'q. Bu tabassum farzandlarni tushkunlikka tushirmaslik uchun, ota-onasini xafa qilmaslik uchun, boshqalar uchun. Lekin ayol xiyonatni hech qachon unutmaydi. Ishoning, hech qachon.